Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Mana bugun Milliy bankimizda shu tadbirkorlar bilan uchrashuvimiz bor ekan. Shu sizlarga qiziqtirgan savollarga bankda produktlar, mahsulotlar to'g'risida qiziqtirgan savollaringizni javob berishga harakat qilamiz. Yaqinda 14-fevral 2025-yilda mana shu prezidentimizning 61-sonli qarori chiqdi. Unda mana shu oliy ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarini ishga joylashtirishga ko'maklashish to'g'risida prezident qarori, tadbirlari. Unga mos ravishda mana shu Milliy bankimiz o'zini bank mahsulotlarini taklif qildi. Bunda birinchi kredit mahsulotimiz kelajakka birinchi qadam degan kredit mahsuloti. Bunda kredit maqsadi oliy ta'lim tashkilotlari bitiruvchi bosqich talabalarini biznes g'oyalariga moliyalashtirish. Masalan, nimadir o'zini yo'nalishi bo'yicha bitiryapti, shu tadbirkorlik qilmoqchi. Bunda kreditimiz summasi 10 million so'mgacha tashkil qiladi. Foiz stavkasi 21. Kredit muddati 18 oy, 1,5 yil. Imtiyozlar 3 oy tashkil qiladi. Bunda demak alohida shartlarda salbiy kredit tarafiga ega bo'lmasligi kerak. Masalan, ma'lumot kreditdan foydalangan bo'lsa, o'sha oylik grafiklardan chiqmagan holda to'layotgan bo'lsa, ularda hech qanday garov ta'minot sifatida sug'urta kompaniyasini polisi orqali chiqarsak bo'ladi. Ikkinchi kredit mahsulotimiz kelajak uchun start degan mahsulot ekan. Bu ham oliy ta'lim tashkilotida bitiruvchi bosqich talabalarini tadbirkor loyihalarini o'rinlashtirish maqsadi. Bunda o'sha bitiruvchi yoki tadbirkorlik ochadigan bo'lsa, yoki oilaviy korxona tashkil qiladigan bo'lsa, yuridik shaxs sifatida ro'yxatdan o'tadigan bo'lsa, bunda kredit summasi 300 million so'mgacha kredit berilamiz. Bunda foiz stavkasi Markaziy bank foiz stavkasiga 4% qo'shimcha 18% tashkil qiladi. Bunda demak asosiy vositalar sotib olish uchun 84 oyga kredit ajratilgan, aylanma mablag' uchun 36 oyga ushlilgan. Imtiyozli davri asosiy vositalar uchun 2 yilga, aylanma uchun oladigan bo'lsa imtiyozli 6 oyga tashkil qilingan. Uchinchi kredit mahsulotimiz yorqin kelajak sari degan kredit mahsulotimiz ekan. Bunda o'sha korxonaga kredit summasi 1 milliard so'mgacha bersak bo'ladi. Bu mana shu undan tashqari biznesga birinchi qadam degan kredit mahsulotimiz bor, tovarlarimiz bor. Undan tashqari prezidentimizning 312 qarori bo'yicha tadbirkorlar, yuridik shaxs tashkil qilgan oilaviy korxonalarga kiritiladi. Shular bo'yicha savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, javob berishga harakat qilamiz. Mana sizlarning yordamingizda shu 312-qaror bo'yicha kelib chiqariladi. Prezidentimizning 312 qarori bo'yicha mana shu tadbirkorlarga kredit ajratiladi. Kredit summasi 300 million so'mgacha. Sizda foiz 21% tashkil qiladi. Agar aylanma mablag' uchun oladigan bo'lsa, muddati 18 oy. 1,5 yil tashkil qiladi. Agar asosiy vosita sotib oladigan bo'lsa, yo jihozlashga oladigan bo'lsa, muddati 7 yillik imtiyozli 3 yil tashkil qiladi. Bunda 100 milliongacha bo'lgan summasini garovsiz chiqarib beramiz. 100 milliondan ziyodiga chiqaradigan bo'lsa, 300 milliongacha bo'lgan summasiga garov sifatida transport vositasi yoki noqulay joyda garov berishga to'g'ri keladi. Bundan savollaringiz bo'lsa, javob berishga harakat qilamiz. Esim suyimiz Farjon, PQG kredit bo'yicha Prezidentimizning 2-sonli qarori bo'yicha chiqargan bu kredit mahsulotimiz biznesga birinchi qadam loyihasi bo'yicha hamma banklar bu kredit chiqaryapti. Bizda bu kredit mahsulotimizning summasi 10 million so'm tashkil qiladi. Maksimal summasi 10 million. Bunda demak tadbirkorlik
qilmoqchi bo'lgan, masalan, hunarmand qo'lidan bir ish keladi, yo'q, asbob uskuna sotib olishga dastlabki mablag' yetishmaydi. Shuning uchun misol 10 million so'm tashkil qiladi. Unda kredit muddati 18 oy tashkil qiladi. Kredit foizi 23%. Bunda o'sha jismoniy shaxs o'zini yangilashi orqali yoki o'zini mobil ilovalar orqali MyGov.uz saytidan o'zini registratsiya qilish kerak. O'shanda o'zini o'zi band qilish bo'limidan spravka oladi. Masalan, dehqonchilik qilmoqchi, chorvachilik qilmoqchi, hunarmandchilik, nimadir kasb nima bilandir band o'zi to'g'rimi? O'sha sohasini tanlagan holda o'zini o'zi band qilish qiladi. Hujjatini olib, keyin soliq to'lash to'g'ri keladi 375 ming so'm. Buni afzallik taraflaridan bittasi, masalan, 1 yil davomida staj yoziladi. Masalan, ertaga yosh pensiya yoshiga yetgandan keyin hamma pensiyaga chiqishga harakat qiladi. Albatta staj birinchi navbatda. Staj yetmasa pensiyaga chiqish masalalari summasi kam chiqadi. Minimal summa chiqib qolishi uchun 1 yillik staj bo'ladi. Shu birinchi talab. Yo o'zini shu bankka hujjat topshirib, 10 million so'mgacha bo'lgan mablag'ni kartochkasiga tashlab beramiz. O'sha 18 oy davomida o'sha kredit mahsulotimizdan foydalangan holda kartochkasiga pul mablag'larini aylantirib turadigan bo'lsa, kreditni normalni, mana shu kredit tarifini normal holatda kredit grafik bo'yicha vaqtida yopadigan bo'lsa, unga keyingi etapda summasi kattaroq bo'lgan summadagi kreditlarni taklif qilamiz. Qo'shimcha savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, harakat qilamiz javob berishga.